Assalomu alaykum azizlarimiz. Men prezidentimizga, bizni bosh vazirimizga, davlatimiz bosh vaziri, davlatimiz prezidentiga, bizni yurisprudensiyaga murojaatnoma gapirmoqchiman. Mana bu bugungi kunda san'atkorlarimiz ko'pi ijoddan sovib ketyapti. Ijod qilgisi kelmayapti. Yangi qo'shiq yo'q deymiz. Yangi qo'shiq nima uchun yo'qligini ham so'rayapsizlarmi? Butun hozir qarasang, haligi chirib ketgan, yo'g'ib ketgan, tarixlarda qolib ketgan shoirlarni qoni qarindoshlari, xotinlari, xotin bola chaqa mozordan uyg'ongan bobosi boshqasi uyg'onib kelib, meni o'g'lim yozuvdi, qizim yozuvdi, kuyovim yozuvdi deb haligi pulni olib yeb bo'lgan, bugun davo ochib ijod qilgani qo'ymayapti, ko'z ochirgani. Biz o'sha paytda eski tizimda biz Pantera degan joyda ishlardik, Tarona degan joyda ishlardik, nalog to'lardik, eslasalaringiz to'laganmiz. Butun avtorskiy prava o'shanda ham qilingan, hammasi to'langan. Nima uchun o'sha paytlarda o'sha dokumentlar bor-ku, o'sha shirkatlar bekilgani bilan kerakli joyda hali o'sha hujjatlar bor. O'sha hujjatlar ko'tarilib tekshirilsa bo'ladi-ku. Butun o'sha avtorskiy biz konsertdan ham to'g'ri tuzgan nima deydi, tuzroq pul ham olmasdik-da. Haligi qulog'imiz tinchroq tursa bo'ldi, haligi bizga tegmasa bo'ldi deb. Avtorskiy prava u yoqda tursin. Biz shunaqa joylardan yashab kelib, bugun omon-omon zamonda ijod qilishni o'rniga ko'p san'atkorlarimiz sudma-sud yurtda. Hamish shoir palon yerda palonchi yozganimish, pismondonchi yerda yozganimish, davo ochdi, mana o'sha qo'shig'im pulni bergan yo'q, olib yeb hazm qilib bo'lgan ular. Buni hammasini tagini so'rab surishtirish kerak. Qonun qachon chiqdi? Mana shu yil 2016 mi, 2020 mi, 2015 mi qachon chiqdi? Shu yildan boshlab tekshirilish kerak qo'shiqlar. Endi aql kiryapti. O'zimni yozgan qo'shig'imni shoir qancha da'vo qilib meni boshim og'ritdi. Endi men endi nima deydi, ovqatlarimiz, advokatlarimiz omon bo'lishsin. Nima deydi, o'shalar bilan anaqa qildik. Men aytmoqchi bo'lganim, o'yinchoq emas-ku, san'atkorni shashtini o'ldiryapsizlar. Ertaga unga nalog yozib, buyruq chiqarib, qo'rqitgani bilan ijod kelmaydi. San'atdan hammani ko'ngli sovutyapmiz va qonun to'g'ri ishlash kerak. Biz o'zini paytda nalogini to'ladik, qo'shiqchilarni hamma qo'shiqlarni yozgan, o'zim yozaman. Ko'p shu anaqalarda olingan qo'shiqlarni she'rlariga, kuylariga, aranjirovkalariga puli to'langan. Nima uchun buni tekshirmasdan bugun kimga xolasa da'vo ochyapti? Oldin masalan Pantera, Tarona qarardi qo'shiqlarda anaqasiga ham, avtorstvasiga ham. O'shalar bilan gaplashish kerak. Bugun indamasdan san'atkorlar bilan shoirlarni qatdan buncha tili chiqyapti. Shoirlarni o'zini she'rini tekshirsang, bir-biridan o'g'irlab yotibdi. Buyuk shoir. Ana o'sha shoirlar bugun da'vo ochayotgan shoirlarni vatan haqidagi yozgan bironta normalniy qo'shig'i bormikin? So'rangchi. Vatan uchun jonini kuydirib yozgan narsasi bormikin? Yo'q. Faqat tijoriy hamma yo'lda buzgan shoirlardan chiqyapti bu narsalar. O'zi buyuk shoirlar mana o'lib ketdi ko'pi. Mana Iqbol Mirzo, Mahmud Toyir shuncha go'zal narsa yozadi. Pulam bormi deb qo'yadi hozir qo'l qo'ydirib bir haligi haqqini to'lagani borsang. Bu haligi pul uchun emas, ijod manatdan keladi. Hamma yo'q tijoriy xanila qo'yib ketdi arzonchilik qilib. Menimcha bu qonun qoidalar to'g'ri ishlasa, eshikma-eshik yurgan shoirlarda ham avval eshikma-eshik yuradi bu shoirlar. Hamma hofiz sizga buni tasdiqlab beradi. Eshikma-eshik yurib, yalinishib, she'rimni ayting, nima bo'lsa ham men roziman deydi. Aytganingdan keyin bunaqasiga kelib chiqyapti. Shuning uchun bu ikki taraflama ko'rish kerak va bularga ham qonun qoida ishlash kerak. Eshikma-eshik yurib aytib keyin sudga berganlarga ham jazo ochilish kerak. Ana ular ko'proq to'lash kerak pulni shtrafni. Chunki kim hozir kitob o'qiyapti hozir? Qaysi xalq hozir Instagramda she'r o'qiyman deb ochyapti internetda? Hech kim anaqa qilayotgan, haqiqatni ko'ziga qarasak agar. Shuning uchun ijodkorlarimizni ko'ngli sovib ketyapti, qo'shiq qilgisi kelmayapti. Menimcha ana o'sha da'vo ochayotgan shoirlarni o'zini ham tekshirish kerak. Qaysi yilgacha, nimaga shuncha yildan keyin da'vo ochyapti? Shuncha yil indamay kelgansan, o'sha paytda pulini olgansan. Bugun qo'shiqchilarga da'vo ochilyapti. U paytda biz shirkatlarga ishlardik, Panteraga ishlardik. Ochinglar o'sha paytlarda. Taronaga ishlanardi. Hammani qanaqadir bir shirkatda bo'lardi. Ana shu ikkita shirkat davlatning qo'lida mutlaqo buni hujjatlari bordir, ko'tarilsa olinadi, hammasi qo'l qo'yilgan, hammasi olingan. Shuning uchun men murojaatnomam o'sha qonun chiqqan qonunda bir qator qarorlarni ko'rib chiqib, qonunni o'g'nab qo'yish kerak. Butun hofizlarimizni yaxshisini ham, yomonini ham, arzonini ham, qimmatini ham ko'zini ochirgani qo'ymayapti hozir. Men yozuvdim. Asan qat'iy o'shanda yozgan bo'lsang, yalni yurib yozdirgansan. O'sha hozir mana Bunyodda ham boshida mana shunaqa ishlarda ochilgan. Eshitib juda xafa bo'ldim. Bunaqa ishlachilarimiz kammi?